Ko'zingizga qarab haydamaysizmi? O'zingiz ham mashinani taqab qo'yibsiz-da. To'g'ri, men noto'g'ri qo'yib qo'yibman. To'g'rirog'i meni ustaxonam bor. Borsangiz to'g'rilab berishadi. Bolalarga yetib qo'yaman. Shartmas-u, mayli kerak bo'lib qolar. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kim bu? Men kecha mashinasini noto'g'ri qo'yib qo'ygan bo'laman. Ha, yaxshimisiz? Uzr so'rash maqsadida kechki ovqatga taklif qilmoqchi edim. Nima deysiz? Mayli. Qanaqa o'tdi? Sezib qolishmadimi? Ha, har doimgidek. Yaxshi o'tdi. Ha, otasi sal injiqlik qildi-yu, uy bilan mashina beramiz degandik, shartda ko'ndi. Mana. Ozgina payt ko'zga ko'rinmay turasizlar. Kerak bo'lsa-lar o'zim topib olaman. Ha, xo'p. Bo'ldi, xo'p. Nima gap? Sezib qolmadimi? Hammasini siz aytgandek qildik. Bizlarni kechiring aka. Bu masalani sud hal qiladi. Sizlar shaharda bo'lib turinglar. Tergovchi chaqirsa darrov yetib borishinglar kerak. Xo'p bo'ladi. Iltimos, uka, bizni kechiring. Sizga ruxsat. Marhamat. Ketishinglar mumkin. Xo'p, rahmat.